qiz bilan uchrashdim, yo'qdi, lekin ketayotganda orqasi qizil bo'lib qolibdi. Shundan beri ko'nglim bo'lmayapti, beparosatmi deb onam shuni olib bermoqchi deb yozardilar. Ko'nglingga qo'rg'oshin seni. Maktab davrida 12-13 yoshda qizlarda hayz kelardi. Agarda birontasini partasi qizarib qolsa, yubkasiga o'tib ketsa, butun bolalarning ichida izdivatsiya bo'lardi. Ha, qanoti bor, uchmaydi, qo'l so'radi, chaqmaydi, nima u? Ana qiz itak gormonlar rivojlanyapti. O'tish paytida bolalar kulgandan keyin stressga tushib, haftalab maktabga kelmay qo'yardi. Bilasizlarmi? Bizda o'zbekchilikda qiz bolada shunaqa hayz ko'rsa, uyat, otangdan bekin, akangdan bekin, voy sharmanda birov ko'rmasin. Bu tabiiy holat. Mana shu narsani biz o'zbek bolalarda o'g'il bola yetishtirayotgan onalar miyasiga quyinglar. O'sha narsa bo'lmasa, sen tug'ilmasding bu hayotda deb. Naborot bilmay qolgan bo'lsa, ko'proq kelgan bo'lsa, bu tabiiy jarayon, bu beparosatlik emas. Naborot yordam berish kerak, beliga biron narsa berish kerak erkaklar. Shuni beket yoki boylab olib. Yo'q, bizda kulgiga qoladi. Agar o'sha narsa bo'lmasa, sen tug'ilarmiding, harommi deydigan odam yo'qda. Maktab paytida juda ko'p kulgilar bo'lardi. Agar televizorda prokladkani reklamasini ko'rib qolsak, kelib izdivatsiya bo'laveradi. O'g'il bolaga to'g'ri tarbiya beringlar. Mana yupking do'ppayib qolibdimi, bir narsa kelyaptimi, qizil tepami degan gaplar bo'lardi. Hali ham bor u narsalar. O'g'illar bormi, to'g'ri tarbiya beringlar. Bu jarayon tabiiy jarayon. Qizlar qachongacha uyalib bir joyimga bir endi bo'ladi, shamollagandir, gohida og'riqli keladi, asab bo'ladi. O'sha narsalarga to'g'ri tarbiya berilsa, qizlar ham xijolat bo'lishni kamaytiradi-da. Bizda bir gunohi azim bo'lganday, bir nima deydi, bir dahshatli voqea bo'lganday qarashadi bu narsaga. Bu tabiiy holat. Inangda ham shunaqa qizarib qolgan orqasi, opangda, singlingda ham qizarib qolgan orqasi. Bu qo'rqinchli narsa emas, bu beparosatlikka kirmaydi. Shunaqa vaziyat bo'lib qolgandir, hayajondan ko'proq bo'lib qolgandir. U lutchi o'qizchi senga tegmasin. Chem sen uni beparosatmi deb o'ylab yurganingdan ko'ra senga tegmasin, u mol.